Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda men sizlarga Coral Mine suvini, Coral Club kompaniyasining mahsuloti ertalab shu qanday ichishi tartibini ko'rsatmoqchiman. Ertalab men odatda turganimda endi menda 1,5 litrli suv, endi sizlar 1,5 litrli suvga qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Men bunga 1,5 litrga qilib, keyin ichiga yana o'sha suv keyin boshqa butilkadan bunga quyib, shu 1,5 litrga yetadi bu Coral Mine mahsulotimiz. Mana mahsulotni ochamiz. Ichida 30 ta sashe bo'ladi. Mana ichida sashe bo'ladi. Sashe deb mana paketchiklarni aytiladi. Bu paketchiklar suvni tozalab beradi. Bu Okinawa orolida, Yaponiyada shu okeandan olingan va bu mahsulot ekologik toza muhitda, fabrikada ishlab chiqariladi va Amerikada buni upakovka qilinadi. Bu bitta masalan paketida 10 ta bo'ladi, shunaqadan 3 ta bo'ladi. Va bular mana shu 1 oyga yetadi mana. 1 oyga yetadi. Endi buni foydali tomonlari, boshqa xususiyatlarini alohida videoda aytib o'taman. Hozir bu videoda men qanday qilib foydalanish, qanday qilib ichish tartibini, qanday qilib tayyorlash tartibini ko'rsatmoqchiman. Mana butilkani ochganingizdan keyin ichiga bu sasheni solasiz va ichida uni birpas ushlab turasiz, suvga bo'ktirib. Chunki agar shunday qilmasangiz bir lahza u pastga tushmas ekan. U tepada qalqib og'zingizga ichganingizda xalaqit beraveradi. Mana endi tushib ketdi mana ichiga va mana tagida turibdi. Bu suv bilan shimib bu tagida turdi. Endi buni og'zini yana yopiladi-da 5 daqiqadan keyin bu suvingiz tayyor bo'ladi. 5 daqiqadan keyin bu suvni ichib bemalol ertalab nonushtadan oldin, yarim soat oldin men endi o'sha 1,5 litrni ichaman. Nonushtadan keyin 1 soat, 1,5 soat qanaqa nonushta qilishingizga qarab, qanaqa obed qilishingizga qarab, nonushtadan keyin 1 soatdan keyin yana ichishga boshlayman. Yana 1,5 litr obedgacha ichaman, bo'lib va obeddan keyin yana ichaman. Ovqatlanib bo'lgandan keyin obeddan yarim soat oldin to'xtataman ichishni va obed qilgandan keyin masalan 1 da obed qilsam, shu 2-2,5 larda u chanqamaslikka bog'liq emas. Chunki organizmga bir xilda qorni och qolsa ham, bu chanqaganlik bo'lsa ham yoki mana masalan chanqagan bo'lsangiz ham xuddi qorningiz ochgan kabi tuyulaveradi. Lekin o'sha paytda suv ichib olsangiz, o'sha kerakli shunaqa to'g'ri suvlardan ichib olsangiz, u ochligingiz o'tib ketadi. Bu siz bir xilda odam anglamay qoladi, ochmi yo chanqaganmi. Shuning uchun tartib bo'lishi kerak albatta. Mana ertalab nonushta qilganingizdan keyin albatta masalan 4 soat, 5 soatdan keyin obed qiladigan bo'lsangiz, obeddan shu yarim soat oldingacha suvni ichib qo'yishingiz kerak. Obeddan keyin yana soat shu 5 gacha, uzoq shu 5,5-6 gacha suvni ichish kerak. Men endi bir kunda 1,5 litr emas, ko'proq ichaman. Endi buni iloji boricha o'tirib ichish kerak suvni va ho'plab ozgina miqdorda
ho'plab ichish kerak. Mana suvimiz ham tayyor bo'ldi hisob. Sekin-asta ichishga boshlaymiz. Mana shunaqa qilib sekin-sekin 20 minut, yarim soat davomida men bu suvni ichib tugataman. Undan keyin boshqa ishlarim, har xil ertalabki qiladigan ishlarimni qilib, undan keyin nonushtaga o'tiraman va kerakli nonushta paytida kerakli agarda men qaysi programmada bo'lsam, detoks bo'lsa, o'zini yarasha shu badlarni ichaman, boshqa programma bo'lsa boshqa programma. Bu suv sizga har qanday sanatoriyani o'rnini bosadi. Sanatoriyalarga borib odamlar suv ichib keladi. Bu tayyor uyingizda o'zingiz ishlab chiqargan suv bo'ladi. Bu atiga bir oyda yetadigan mahsulotni narxi $21. Ya'ni so'mda hisoblaganda 230-240 ming atrofida bo'lar ekan. Shu bilan bu videoni tugallayman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring. Shu kanalga a'zo bo'ling. Keyingi videolarimda men boshqa mahsulotlarni ichish to'g'risida qanday tartibda ichishni ko'rsatib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.